Bugün çista hürmetlik vatandaş 2022 yıl 9. ayının 14. günü. Tününkü leksimizde bir meseleni vatandaşlar koyduk. Onun növbeti bugün geldi. O mesele nemeydi? Reis Xi Jinping Qozog'istonga, Samarqandga qisqasi O'rta Osiyoga ziyorat qilmoqda. Dal shu vaqtda Jungo Diplomatiya komitetining raisi Moderi Yangjechi nima dedi? Rossiya bilan Jungoning rahbari Reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishganda ya görüşten burun umumen abstrakt noktası tutup sözlesek, iki devlet birbirimizden can menfaatini qoğdaymaz dedi. Ben tünüge şunu kıskartıp sizlere dedim ki Rusya'nın can menfaati Ukrayna. Jungo'nun can menfaati Tayvan, Uyg'uriston, Hong Kong, Tibet, Oşemçi Mongoliya. Endi meni sizlar qo'ygan savolim, demak Rossiya Jungo'nun can menfaatini qo'g'daydi ekan. Jungo Rossiyaning can menfaatini qo'g'dishiga yordamda bo'ladi ekan, yestashlik qiladi ekan yoki qo'llaydi ekan. Hozir bir to'rbetda bir jumla gap keldi, qayta qochirib qo'ydim. Nima dedi desingizmi, shu Qozog'istonga tushish bilan tangla Jungo'nun reisi Xi Jinping men Rossiyani qo'llayman degan gapni og'zidan chiqaribdi. Bu o'ng'ay gap emas edi bu. Unda aldirab og'zidan chiqaradigan gap emas edi. Agar mushu gapni og'zidan chiqargan bo'lsa, mushu orliqda 2 kun, 3 kun ichida reis Xi Jinpingga ta'sir qilgan yoki xalqaro nuqtadan aytgan ta'sir qilgan siyosat uchuqdosh xarakterlik siyaset neyme? Bir neyme diyemeyimiz. Deydiğimiz Reis Xi Jinping tuyuksuzdu şunda özgerdi mi? Mesela 2. ayının 24'ünü hesaplagan da hazırgıça ben Rusya'nı kollayman degen bir ağız getme kılanmadım. Rusya'ya harbiy işler yardım bermen degen bir ağızını kılıp kılanmadım. Lekin hazır uyaktan kilovatkan haberler yoşurun yardım verdi, pul yardım verdi, harbiy işler yardımı verdi degen gepler var. Lekin konkret aldı bu bir haber bulup oturgu çıkmadı vatandaş. Yani bugün değil demek can menfaat meselesi de özara birbirini kollaştı iş kaçırdığın bolsa demek Uyg'uriston meselesiga ifade bildirishni Reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putin'den talep kılandı. Tayvan meselesi bo'yicha ifade bildirishni Reis Xi Jinping Prezident Vladimir Putin'den talep kılandı. Mesela sizin için Uyg'uriston meselesiga muşuna ahval asada Rusya Prezidenti Vladimir Putin nima deyishi mumkin? Tayvan meselesida Prezident Vladimir Putin nima deyishi mumkin? Xalqaro besimni ko'z oldiga keltiramdi yo'q. Yoki xalqaro besimning talab ehtiyojlariga madara qilamdi yo'q. O ehtiyojga moslashamdi yo'q. Xalqaro siyosatga moslashamdi yo'q. Bunisi qarang'u. 15-16 günü nima ishning Samarqand 101'de bunisi qarang'u. Lekin nuqta shuki, mushu to'rbetning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, Reis Xi Jinping men Rossiyani qo'llayman yoki ochiq aytganda Ukraina masalasi bo'yicha Rossiyani qo'llayman degan bo'lsa, u vaqtda nima deymiz? Xitoyning turoqliq so'z iborasi banchi shitu da zazıcı de cav. Bu turaklık ibarının tercümesi özünün putuğu özü paltıçı peş de pataladı vatandaş. Özünün putuğu özü paltıçı peş de pataladı vatandaş. Yani bir tarafı sen Orta Asya'ya çıkış aldı da hem Vladimir Putin bilen Samarqand'da görüşüş aldı da nima uchun Uyg'uristonning eli o'lkasi G'ulji shahrida bostirish ne?
Şekli özgergen deymiz bunu. Virusga bahanadap, üyüge nazarband qilishga bahanadap, Uyg'urlarga oshtamoq berishni cheklab yoki ta'minlab berolmay, yetkazolmay, bu bir bahona, bu bir bahona. Uyg'ur xalqini, G'uljahar xalqini nima uchun bu darajada qiynaydigan bir holga, bir oqibatga tushirib qo'ygan gapdan o'zimishadi va. Ondaqda Samarqand, Uyg'uriston to'g'risida bir gap bo'ladigan ish bormi? Agar o gap bo'lmasa, nemishki G'ulji xalqi, ili o'lkis xalqini bu darajada qiynaydigan, bu darajada oxir och qolib o'ladigan yoki bu dunyo bilan xo'shlashadigan darajaga keltirib qo'yganingning sababi nima? Samarqandda Uyg'uriston masalasi so'zlashamsizlar. Yangjechi dedi, jonijon manfaatni qo'g'daymiz dedi. Siz şunu Samarqandda sözleşmeydigan bolsanız hiç qanday sebep yok, hiç qanday virus alıp quruq gap. Virus bunda şuqumluq, virus bunda tarqaldı quruq gap faqatla Uyg'urlarni bostirish. Mashinroy apandi senin siyosatdan faqat Uyg'urlarni bostirish. Uningdan boshqa yo'q. Ko'rdingmi? Uyg'ur xalqining qaysarligini ko'rdingmi? Uyg'ur xalqining botirligini ko'rdingmi? G'ayrat qil. Aziz G'uljam g'ayrat qil. Sana Allah nusret ata qilsa ata qilib g'ayrat qil. Aziz G'uljam g'ayrat qil. Ma Uyg'ur xalqining eng tuvan chekda u müdirliyanmaydigan holini tushirib qo'yilgan, bostirilgan shu chekka yetganda bu oxirgi tiniq, oxirgi nafsi bilan g'ayrat qil. Aziz G'uljam g'ayrat qil. G'ayrat qil Uyg'uristonim, aziz Uyg'uristonim, g'ayrat qil. Zamandı makan içinde kengiyish, makandı zamanga kengiyish. Biz bu yigitning bu naqshisini Uyg'uristonga taqlid qilib tushunaylik. Buning ma'nosi makandı zamanga kengiyish, zamandı makanga kengiyish deb ataladi vatandosh. Bu zodi nima? Bizning qiziqadiganimiz mushu yerda vatandoshim 3 yil mobaynida Rais Xi Jinping talog'i chiqmagandi deymi? Chet elga chiqolmagandi, vaqi virus optimi deyli, yana bir andisha. Ayni chog'da Jovziyangni Koreya, Chavshanga avatib vazifasiga elib tashildi. O'xshashliyan uningdan biri Huagop uni Chavshanga avatib kendi vazifasiga elib tashildi. Shunda bo'ldi-ku vatandosh. Xirish yaptım shunda qildi Rossiyada bir vaqtda. Rais Xi Jinping mushuningda ansirab turib otgan bir Rais Xi Jinping tuyuqsiz. Endi u yerga chiqdi deyli, hozir bu yerda 2 vaqt bak o'lchamli vaqt bo'lib qoldi vatandosh. Biri bugun 14-kuni Jungoning Mao'un, Putinshvay degani nima deydik? Mao'un qo'mondoni demdik. Yoki Mao'un davlat boshlig'i demdik, bir nima deydik? Xitoychada nima deb tarjima qilgan bo'g'i shu vaqtda qonliq. 1970 yili 72 yili 1972 yili 9-ayning 13-kuni Limbiya Mongoliyaning Venderxan havo tavalligida aeroplanda yerga tushib qazo qildi. Tunigillardan dedik sizlarga 20-qurultoy 10-ayning 16-kuni 2022 yil 10-ayning 16-kuni 1964 yil 10-ayning 16-kuni Xrushchev taxtdan tushgan vaqt. Bu vaqtda bunda o'rinlashtirish sizni bir tasavvurga yetaklaydi. Nima ish bo'lganligini yo keltirmaysiz engingizga, yo keltirmaymiz o'ngimizga. Bu vaqt nima ish bunda o'rinlashtirildi. Qisqasi, bugun Qozog'istonga tushdi. Rais Xi Jinping Samarqandga bordi. Endi qiziq bir o'yin.
Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping qanday ko'rishdi? Qaysi masalalarni, qaysi mavzularni muhokama qilib bordi? Yangi China so'zini sizga topshirdim. Canı-can menfaatni o'zaro qo'g'daymiz dedi. Buningdan Samarqanddagi yig'inning oddiy yig'in emas ekanligini ochiq aytsak, 8-oyning 31-kuni xalqaro jamiyatda o'tirg'i chiqqan Uyg'uristonning kishilik huquqi to'g'risidagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklati. Siz bu doklatda oylanib o'tib ketamiz. Birinchi leksiyamiz nima dedik? Prezident Vladimir Putin hergiz Xi Jinpingni o'z mayliga qo'yib etmaydi. Chunki bu yerda Prezident Vladimir Putin xalqaro sapda va'da bergan yeri bor. Xalqaro sapda bu masalalarni so'zlashgan, muhokama qilgan, maslahatlashgan yerlari bor, joylari bor. Mo'shundaq ahvol ostida birinchi leksiya deganimizdek Prezident Vladimir Putin Reis Xi Jinpingni o'z mayliga qo'yib etmaydi. Undaqda buning natijasini kutaylik vatandoshlar.